Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. 14-qism. Qur'onni arabchadan boshqa tillarda o'qish. Musulmon kishi arab tilini xoh bilsin, xoh bilmasin, namozda bo'lsin yoki bo'lmasin, arabchadan boshqa tillarda Qur'on o'qishi joiz emas. Bu qarash bizning Shofiylarning, Moliki, Hanbali mazhablarining, Dovud Zohiri va Abu Bakr ibn Munzirning fikrlaridir. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi esa namozda buning, ya'ni Qur'onning ma'nosini boshqa tilda o'qish mutlaq joiz ekanini aytganlar. Abu Yusuf va Imom Muhammad rahmatullohi alayhimo esa arabchani yaxshi o'qishni bilmagan kishi uchun joiz, o'qishni yaxshi bilgani uchun esa joiz emas deganlar. Fatvo Imom Abu Yusuf va Imom Muhammadning so'zlariga ko'radir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.